Assalomu alaykum hammaga. Hop, savol kommentariyada yozishyaptiki, mana shu hozirgi bo'layotgan, misol uchun meni tizzam og'riydi, ko'ksatroz, osteoporoz deb diagnoz qo'yishyapti. Shunga nima mahsulotlarni iste'mol qilsak, biza tanamizga yordam beramiz deyishyapti. To'ppa-to'g'ri savol berishdi. Bunga birinchi o'rinda eng kerakli mahsulot bo'ladi yoki zaytun yog'i bo'ladi, yoki o'zimizning обычный sariyog' bo'ladi. Sariyog' deganimda do'kondagi sariyog' emas. O'sha odamlar, fermerlar, shu moli bor odamlar ofitsialniy toplyoniy masla deydi, bankada sotishadi. Bozorlarda bor bu. Ana o'sha sariyog'dan 2 mahal bir osh qoshiqdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yoki ko'nglingiz tusamasa, zaytun yog'ini iste'mol qiling. Zaytun yog'ini ham 2 mahal iste'mol qilsangiz, shu sizni odamzodni suyaklardagi, bo'g'inlardagi quriyotgan suyuqlikni bu vassaloniyani qilib beradi. Yana eng zo'r mahsulotlardan, ko'katlardan eng zo'ri bo'ladi brokkoli bo'ladi. Brokkolni o'sha chesnok, ukrop, petrus shular bilan salat qilib, unga ham yana ikkita osh qoshiq zaytun yog'i solib yursangiz, tanangizga hamma tomonlama suyagingiz mahkamlashadi, suyuqlikni vassaloniyani qilib beradi. Baquvvat bo'ladi tanangiz, immunitetingiz ham ko'tarilib boradi. Ham ichak faoliyatlaringizga ham yaxshi bo'ladi. Negaki har doim aytaman, sabzavotlar, bizning ichagimiz sog'lom bo'lsa, bizning tanamiz sog'lom bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.